Bu vitamin yetishmovchiligi organizmga juda ham katta xavflarga sabab bo'ladi. Birinchidan, gormonal balans buzilishiga sababchi. Ya'ni bu vitamin progormon hisoblanadi. Gormonal balansimiz, follikullar yetilib yorilishi, undan tashqari insulin gormonlarining normada bo'lishi, buqo faoliyatining normada ishlashi hammasi shu vitaminning balansi bilan bog'liq hisoblanadi. Undan tashqari charchoq, uyquchanlik, kayfiyatning yo'qligiga ham aynan shu vitamin sababchi. Chunki bu vitamin bizda baxt gormonlarini ishlab chiqarilishiga ishtirok etadi. Agar surunkali charchoq, uyquchanlik bo'ladigan bo'lsa, demak sizda ham katta ehtimol bilan bu vitamin yetishmovchiligi mavjud. Undan tashqari soch to'kilishiga ham sababchi bo'ladi. Chunki bu vitamin sochlarimizni ildizini stimullashga ishtirok etadi. Agar bu vitamin yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, nima maska ishlatishingizdan qat'iy nazar sochlaringiz to'kilishda davom etadi. Undan tashqari, bu vitamin yetishmovchiligi qorin atrofida yog'lar yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Chunki aynan shu vitamin yetishmovchiligi evaziga bizda kortizol gormonlari baland bo'ladi. Shuning uchun ham qorin atrofimizda, bo'ksalarda yog' yig'ilishni boshlaydi. Undan keyin albatta immunitetni pastligiga va terlashga sabab bo'ladi. Agar bu vitamin yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, siz tez-tez terlaydigan va tez-tez shamollaydigan bo'lib qolasiz. Eng asosiysi esa bizni ishtahamizni nazoratida ham aynan shu vitamin ishtirok etadi. Insulinning balandligiga ham bu vitaminning yetishmovchiligi sabab hisoblanadi. Va shirinlikka bo'lgan ehtiyojingiz qancha baland bo'lsa, bu vitamin yetishmovchiligi sizda shuncha ko'p. Bu vitamin esa vitamin D3 plus K2 hisoblanadi. Bu vitaminni yuqorida sanab o'tgan sabablaridan 100% xalos bo'lishingiz uchun unga qo'shimcha kalsiy, magniy va omega, inositol kabi mahsulotlarni qo'shishingiz kerak. Bu mahsulotlarni aynan qaysilarini qo'shishingiz kerakligini esa bepul konsultatsiyamdan o'tganingizdan so'ng sizga aniqlab aytib bera olaman.